Men bir qo'shqimni o'qib berajak edim sizlere. Xususan bu derdini kim aytacağını bilmey yurgan ayol qizlarimiz uchun, mashqallasi buzilib ketgan ayol qizlarimiz uchun, Turkiyada zaharlanib ko'p bog'alarimiz o'ldi, bu yerda qoldilar. Turkiyada kimsesi yo'q mezarlıqında qaldilar. Ota-onalari derdini kim aytacağını bilmedi, ziyoratine gelip bilmedi. Ana shu uchun o'qib berajak bir she'rim bor qizlar. Nidan agoh etdi bebaho dunyo, turmush tashvishlari horitdimi yo, rashklar u ginalar qaritdimi yo, nechun ko'zingizda tur savollar, sizga nima bo'ldi ayollar? Layli bo'lganda siz ishq sahrolarida, majnun bo'lolmadik biz vafolarda. Qalbingiz qolsa-da g'am jafolarda, sobit turoldingiz post xayollar. Sizga nima bo'ldi ayollar? Nega deb so'rasak o'zim dedingiz, o'zi shunaqaroq ko'zim dedingiz, bizga bersin sabr to'zim dedingiz, aytmadingiz nedan minglar malollar. Sizga nima bo'ldi ayollar? Huquq ma'nosini bir oz olib teng, dalaga chiqdingiz bizlar ila teng, zahmatli ishlarga shimardingiz yeng, soyangizda qoldi qancha faollar. Sizga nima bo'ldi ayollar? Bolalar qoshida mehringiz iyib, doima yonida allani qiyib, sursangiz bo'lmasmi nurli xayollar? Sizga nima bo'ldi ayollar?